Xorazm Ma'mun akademiyasining manbashunos olimi va sharqshunos filologi Abdulla Ahmedovning Hazrat Shohbir risolasidagi manbalarga asoslanib, siz bilan bugun biz Hazorasp qal'asi va Shohbir jome masjidi haqida so'z yuritamiz. Hazorasp Xorazmning qadimiy madaniyat markazlaridan biridir. Hazorasp so'zining ma'nosi xorazmiy tildan olingan bo'lib, Ozar Isfand, ya'ni muqaddas olov degan ma'noni anglatadi. Hazorasp nomi Sulaymon payg'ambar va uning afsonaviy otlari bilan bog'lanib, Hazorasp 1000 otliq shaklida ishlatilib kelinmoqda. Mana 1000 yildan ortiq vaqtdan beri Hazorasp shu nom bilan butun dunyoga mashhurdir. Hazorasp 1000 otliqlar diyorim. Sening sha'ning ham nomusim ham orim. Shuhratingni kuylayman. Bir farzand bo'lib, munosib vorislik ezgu shiyorim. Mana hozir biz qariyb 5000 yillik tarixga ega bo'lgan Hazorasp qal'asi yonidamiz. Bu qal'a xalq tomonidan dev solgan va Sulaymon qal'a deb atalib kelgan bu tabarruk qadamjo o'zining uzoq o'tmishiga ega. Hazorasp qal'asi Xorazmning sharqida joylashgan bo'lib, u 1000 yillar davomida dushmanlarning hujumini birinchi bo'lib qarshi olgan joy hisoblanadi. Ko'pchilik qal'alar singari Hazorasp qal'asi ham tashqi va ichki qismlardan tashkil topgan. Qal'aning tashqi qismi devorlari 20-asrning 50-yillargacha saqlangan. Keyinchalik devor qoldiqlari qal'a yonida joylashgan sun'iy ko'l handakni ko'mish uchun ishlatilgan. Bu diyorga eramizdan oldingi 3-asrda Aleksandr Makedonskiy, 8-asrda arablar, 10-asrda Qoraxoniylar, 12-asrda Saljuqiylar, 13-asrda Mo'g'ul bosqinchilar va boshqa xonimlar Buyuk Xorazmga bo'lgan birinchi zarbani Hazoraspga berganlar. 8-asr o'rtalarida Xorazmda hukmronlik qilgan Muhammad Muzrabshoh Xorazmiy Xorazmni o'ziga poytaxt qilgani tarixdan ma'lum. U 775-yilda Hazoraspda vafot qiladi va shu yerga dafn qilinadi. Shaharning asosiy qabristoni ham uning nomi bilan Shohbir, Shohbobo deb ataladi. Hazoraspning bosh muqaddas sajdagohi Shohbir jome masjidi hozirgi kunda rasman faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Masjid binosi oldi ko'zni quvontiruvchi bog' va gulzorga aylantirilgan. Xalqimizning yaxshidan bog' qoladi degan dono hikmat ham bu dargohda o'z ifodasini topgan. Hozirgi kunda bu muqaddas dargohga jonajon respublikamiz va xorijiy mamlakatlardan minglab sayyohlar, ziyoratchilar tashrif buyurmoqdalar.